Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga juda ham oson va tez tayyor bo'ladigan keks retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 2 dona tuxum, 5 osh qoshiq shakarni sovib olamiz qoshiqda o'lchab va vinchik yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz. Bu usul juda ham oson, tarozi ham shart emas. Yaxshilab shakarlar erigunga qadar aralashtirib oldim. Endi ozroq 1 stakan sut, yarim piyoladan kamroq o'simlik yog'i solib yaxshilab aralashtirib yubordik. Endi unimizni elida o'tkazib olamiz. Unda taxminan qilib o'lchadim. Xamirni quyuq suyuqligiga qarab solaverasiz. Albatta bir xil opa-singillarimiz aytishadi, nimaga duxovkada hech ko'tarilmaydi kekslarimiz yoki pirogimiz deyishadi. Albatta siz ham duxovkasiz qozonda tayyorlab ko'rsangiz 100% o'xshab chiqadi bu usul. Hech qanaqa cho'kib ham ketmaydi. 1 osh qoshiq kakao ham soldim. Endi massamizni yaxshilab aralashtirib, 1 choy qoshiq vanilin, 1 choy qoshiq razlaketil solamiz va massamizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Shu orada piyolamizni ham yog'lab olishimiz kerak. Mana aralashtirib olganimizdan so'ng yog'lab olgan piyolarimizni qo'yib, endi yarim-yarim qilib sovib olamiz. Menda 4 piyola chiqdi. Agar ko'proq qilmoqchi bo'lsangiz, masalliqlarni ko'proq qilib, ko'paytirib qilaverasiz. Mana qozonimizga ozroq suv soldik, yarim qilib, endi past olovga qo'yib 20-30 minutga qo'yib olamiz. Albatta sochiq yopingizlar, bo'lmasam qozonning suvi tushmasligi kerak. Ustiga sochiq yopib, qopqog'iga qo'yib olamiz. Mana tayyor bo'ldi kekslarimiz. Qoliplarsiz hech qanaqa uyda piyolada ustiga shokoladni qirg'ichdan chiqarib qo'ydim. To'g'risini aytsam, farzandlarim maza qilib yeyishdi. Yana tayyorlab bering deb qolishdi. Ko'chadagi kekslardan ham uyda qilingan keks albatta mazali bo'ladi. Albatta sizlar ham shu retseptni tayyorlab ko'ring. Farzandlaringiz albatta maza qilib yeyishadi. Agarda sizga retseptimiz yoqqan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan keyingi videolargacha ko'rishguncha deyman. O'zingizni ehtiyot qiling. Albatta kanallarimizni kuzatishda davom etingizlar azizlar.